Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun men sizlarga eksperiment o'tkazib bermoqchiman. Sizlar uchun ko'ramiz. Ikkita mahsulot olamiz. Birini idishning ichiga absorbent solamiz, birini ichiga hech nima solmaymiz. Va bir hafta ichida qanaqa o'zgarish bo'lishini men sizlarga ko'rsatib boraman. Bu yerda sizlar bizani absorbentlarimizni ko'ryapsizlar va ikkita bankani olamiz. Bankamizni qopqonlarini yopamiz. Bularning ichiga nima solamiz? Non, kichkina bo'lak non solamiz va olma. Hozir buni eksperiment qilib ko'rsatamiz. Qancha qaysi biri tur berishini. Bu qo'limizda absorbent, bittasiga absorbent solamiz, bittasining ichida hech nima bo'lmaydi. Nonimizni ochamiz. Hozir bundan kichkina bitta kusok kesib olamiz. Hidi buncha zo'r hid kelyapti lekin. Hozir bitta kesib ko'ramiz. Xo'p, примерно где-то mashincha kesamiz. Ikkita kesse yetadi. Mana shu bo'lsa kerak, mashina razmerlarda. Olmani o'rtadan bo'lamiz. Cho'ta kattalik qot yana bo'lamiz. Yana bitta bo'lib olsa yaxshi bo'laverdi deymiz. Endi mana ikkita kichkina olmamiz bilan ikkita nonimizni upakovkaga tiqamiz. Bittasiga hozir absorbentimizni ochib, ichiga solamiz. Bu katta absorbentlarimiz. Buni ocha olamiz. Absorbentni olib, bu ichida 5 ta dona chiqyapti. Hozir absorbentlarni ichiga solamiz. Ko'proq solamiz. 3 ta ichiga solamiz. 3 ta yetadi. Buni ichiga solsak, nonimizni va olmamizni solamiz. Qopqosini yaxshilab qattiq yopib qo'yamiz, havo kirmasligi uchun. Ikkinchi bankamizga xuddi shunaqa nonimizni va olmamizni solamiz, absorbentsiz. Buni ham qopqog'ini olib yaxshilab qattiq yopamiz. Havo kirmasa bo'ldi, qattiq yopamiz. Hozir ikkalasini ko'ryapsizlar. Bu qanaqa bo'lishini vaqt davomida masalan ko'rsatib boraman. Ikkita absorbentimiz qoldi. Ikkita absorbentimizni nima qilamiz? Bunichi qo'l idishiga solamiz. Kichkina qo'lni baklashkasiga. Hozir bularni kichkina qilib tiqamiz. Solamiz bu yerga. Agar bu rostdan ham havo tortib oladigan bo'lsa, baklashkamizni bujmayib qolishi kerak, kichkinlashib qolishi kerak. Qopqog'ini yaxshilab yopamiz, qattiq yopib olamiz. Bo'ldi, bularni endi chetga olib qo'yamiz. 1 soat o'tib, men shkafimda qarasam, baklashkani ahvolini qaranglar. 1 soatdan keyin baklashkamiz bujmayib qolgan. Nima uchun? Chunki ichidagi hamma havoni tortib olgan. Mana buni qaranglar ahvolini. Endi bankalarimizga o'tadigan bo'lsak, bankalarimizdan qarang, bittasi parlam ketgan, bittasi parlanmagan. Absorbent bori parlangan. Nima uchun? Chunki kislorodni o'ldirayotganda havo qizitadi, qizityapti, bu ishlayapti degani o'shanga nisbatan parlanadi. Tepadagi qopqosini qaranglar. Yopilib qolgan, pastga tushib qolgan, ishib qolmagan qopqonlari. Bularni hozir dal shop qo'yamiz, nima bo'lishini ko'rib boramiz vaqt davomida. Mana qizib yotibdi bankasi bor, mana qaranglar. Bunisi hech nima qilmagan, qopqosi ishib turibdi bunisida. Bularni hozir yopib qo'yib, yana qanaqa davom etishini ko'rib boramiz. 7 kun o'tdi, biz boshlagan eksperiment boshlagan kunimizda hozir bularni ko'rsatamiz, nima qanaqa bo'lganini. Hozir olib ko'rsatamiz bularni. Lekin men o'zim hayratlandim, bunaqa qanaqa bu darajaga kelib qolishi mumkinligini. Mana buni qaranglar. Buni ichida bizning mahsulot yo'q edi. Bir hafta ichida nima bo'lib ketganini qaranglar. Nonimizda plesing bo'lib ketgan, sariq plesing, mo'q, har xili bor. Olmamizning ahvolini qaranglar, qorayib ketganini. Hamma yog'ini dabdalasi chiqib ketgan. Olmalarda o'zi plesinglar bo'lib ketgan. Nonimizni va vahshiy dabdalasi chiqib ketdi, lekin bir hafta ichida. Buni qaranglar. Bir hafta ichida shuncha bo'lib ketdi. Hozir ochib ko'ramiz endi. Hidi yomoridan urdi-yu, nima hid bu? Bir hafta ichida shuncha bo'lib ketganini qaraymiz. Sariq, yashil, plesing hammasi bor. Oq va hidi yomoridan kelyapti, yopib qo'ya qoling buni. Bu ko'rinishini ko'ringlar.
Xo'p, endi bizni absorbent, bizani mahsulot solingan ko'ramiz. Mana qaranglar. Yengida turishini. Hozirgina solib qo'yganga o'xshaydi bu. Yengida ichida bo'lib turibdi. Olmamiz qoraymagan, nonimizda plesini yo'q. Hamma joyini qarab chiqinglar. Yengida turibdi. Bo'lmasam oradan bir hafta o'tgan. O'shancha yetib boramiz biz. Havoda bakteriya juda ko'p. Buni tozaligini qaranglar. Mana farqini qaranglar ikkalovini. Farqi juda katta. Yomon bo'lib ketgandan. Men o'zim to'g'risini aytsam, kutmadim bu darajada yomon bo'lib ketishini. Absorbentlar bizning mahsulotda bu darajada yaxshi usha berishini kutmagan edim. Bu zo'r, lekin usha berdi, gap yo'q. Mahsulotimiz ancha sizlarning mahsulotingizga ham yordam beradi. Hozir buni bir ochib ko'ramiz. Yaramas ochilmayapti-yu, qattiq yopilib qo'ygan. Kislorod tortib olganda o'shancha uyga ochilmayapti yaxshi. Ham ikkita farqini qaranglar. Bularni agar sizlar xohlasanglar biz 1 oyga qo'yamiz. Hozir 1 haftaga qo'ygan bo'lsak, keyingisini 1 oyga qo'yamiz. Faqat kommentariy, repost ko'proq aktiv qoldirsanglar, 1 oydan keyin mahsulotimizning raznicasini ko'rsatamiz. Sizlar pastda yozib qoldiringlar. Like bosish esdan chiqmasin. Mana farqi lekin ancha katta o'zgardi. Bemalol bizda xarid qilishingiz mumkin. Sizlarga bemalol yetkazib beramiz. Qayerda nima kompaniya bo'lishi, nima mahsulot bo'lishidan qat'iy nazar. Kerakligi mana esdan chiqib qoladigan narsasi, esdan chiqib qolgan narsasi sizlarga ko'rsatish. Bu bizani baklashka. Mana baklashkamiz ahvolini qaranglar. 1 soat ichida qanaqa bujmaydi, 7 kun ichida вообще tekis bo'lib qoldi. Mana qaranglar. Atigi 2 dona absorbent solganmiz, baklashka o'zingiz bilasizlar qanaqa qattiq. O'shani bujmaytirib tashlaganini qaranglar. Tekis qilib qo'ygan. Eksperimentimizni ko'rdinglar, qanaqa darajada o'zgarishini, absorbentlarimiz bizning immuniy biodrive mahsulotlarimizga qanaqa yordam berishini ko'rdinglar. Sizlarning mahsulotingizda ham xuddi shunaqa har oy, har yili, har chorak yillarida utilizatsiyaga xuddi shunaqa ketadi. Chunki tovarlarni qaytarib olasizlar, nima uchun? Yomon bo'lib qolgan, uzoq vaqt turib qolgan, yana nimadir problemalar. Shu problemalarni yechimlarini bizning kompaniya, bizning mahsulot biodrive yordam bera oladi. Yechimini sizlarga bera oladi. Faqatgina qo'ng'iroq qilinglar, ma'lumot olinglar, yoqsa bemalol ishlatib ko'ringlar.